Har bir erkak va ayol o'ziga baho qo'yadi. Mayli, bu juda ham yaxshi narsa, chunki deganda biz o'zimizni qadrimizni o'zimiz bildirishimiz kerak. Xo'p, mayli, hamma o'ziga yarasha bahosini qo'ysin. Lekin bir narsani yodingizdan chiqarmang. Hurmatli va mehribon erkaklarimiz, ayrimlaring shuna qilasizki, ayollaringizni oyoq osti qilganingiz qilgan, go'yoki ular hech kim emas va ularning qo'lidan hech narsa kelmaydigandek. Lekin ularning ham kosasi to'ladi. Buni yodingizdan chiqarmang. Bir kun bir kun ularni ham oxirgi tomchisi shunday kosaga tushgandan keyin ularga sizni boyligingiz ham, ularga sizni o'zingiz ham, turishingiz ham, yurishingiz ham, ularga sizni hech narsangiz qiziqmas bo'lib qoladi. Keyin siz nima ahvolga tushasiz? Axir oila muqaddas-ku. Siz o'ylaysizki, bir o'zingiz shu oilani tebrata olasizmi? Ayolingiz siz bu oilani tebrata olmaysiz. Qachonki ikki inson birgalikda bo'lsagina oila go'zal bo'ladi va oilani tebrata olish qo'lingizdan keladi.